Assalomu alaykum, do'stlar. Akasiz, akalar Sankt-Peterburgdan граница kirishdi. Girifte talontoji. Ina. Alona mefamona o'z barodara miyoya va o'zbeka. Hay, o'shkira o'qa. Medonam qat. 11 vход, Drunda, metroy, vход 11. Shimo o'z bezak meta. Shimo bezak emji gizashtana. Amash zuray. Uzjada mering, taksiyo hastay, xidishon mebaran miyora. Yagom problemi inshaalloh namisha, yagom muammo namisha. Registratsiya shimo sportin nashida. Ya haftadan tayyorlashida. Noz barodarim megzaran inam bu odamo hastami megzaraning muamcha xizmatdash bo'lar. Negizashdan bigiring hozir naysin. 11 vход agarchi bo'sha nomero taksida dodagim. Hozir men shuni WhatsAppda miportam, mayli? Mayli, tamam. Inshaalloh durumadan. Ne, megzarin emi 11 vхода miyobin. Vход asa. Raftan bigiring. Mayli. Akalarimiz hozir akamizda Vahşi bezakmet registratsiyaga topshirgan 1 hafta oldin registratsiyasi tayyor bo'lmagan. Men aytdim akalar dedim, o'zim o'tkazib qo'yaman dedim, u yerda taksilarimiz ham xizmat qilyapti. Bezakmetlarni o'tkazib olib kelyapti. Ularga ham katta rahmat hozirgi situatsiyada. Chunki hozir reyd ketyapti akalar, bilasizlarmi? Reyd ketyapti. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz. Iloji boricha. Yana akalar kimki reyestrga tushgan bo'lsa, granitsa kirdi chiqdi qilmasin. O'sha reyestrga tushgan bo'lsa, reyestrni ochirgandan keyin granitsa kirdi chiqsa bo'ladi. O'zbekiston, Tojikiston fuqarosi u farqi yo'q. Keyin akalar, Tojikiston fuqarosiga qayerga granitsa kirdi chiqdi qilsa bo'ladi. Faqat Chelyabinsk bilan Tyumen juda ham yaxshiroq, qulay, chunki shu ikkita joy yaxshi o'tib granitsa. O'zbekistonliklarga Samara, Chelyabinsk, Tyumen umuman farqi yo'q akalar. Ularga bezangrenchen. Ilronlar seviyasi asosiga murojaat qilasizlar akalar. Bezakant bo'lsangiz ham, dokumentlaringiz bo'lsa ham chiroyli qilib, arzon qilib, granitsa kirdi chiqdini chiroyli qilib yozib beramiz. Mana aeroportdan o'zimiz o'tkazib qo'yamiz, tushuntirib qo'yamiz. Fuqatdan qolib ketmasin deb yordam beramiz akalar. Ilronlar seviyasi asosiga murojaat qilasiz. Telefon nomerlarimiz bor, WhatsApp, Telegram orqali chiqsalaringiz ham bo'ladi. Adresimizga kelsangiz ham bo'ladi. Biz sizlar xizmatlaringizda bugun 12-oktyabr